Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, yana bugun 4-iyun Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Yuksalish mahallasi Paxta qishlog'idan bir lavha qilamiz, video ishlaymiz. Yana bir obyektimiz nihoyalab qopti. Tunikafon obyektimiz mana tomosha berib qo'yasizlar. Buni choklariga, delalarni gullariga mana shu holatda bo'lgan. Darvozaxonaning uzunligi 15 metr atrofida perikosi bor ekan. Perikosi ham o'ziga sifat beradigan darajada qilib ketilgan holatda bo'lgan. Chetlari alkafondela stilda bo'lgan, polni. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, Setofor yonida ustaxonamiz. O'zbekiston bo'ylab polni nima qilamiz, ish qilib boramiz. Qo'shni viloyat, qo'shni tuman, Toshkent shahar, Toshkent viloyat polni ish qilamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat uchun telefon qilaverasizlar. Manzilimiz o'sha aytib o'tganimizdek. Mana bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan zo'rlar, bundan ham chiroyli fasollar hali oldinda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaqinlarga, do'stlarga jo'natib qo'yasizlar.